Kuryer tezroq kelsa, zakaz qilgan narsalarimni olardim va do'konimni ochardim. Ana, kuryer ham keldi. Endi zakaz qilgan narsalarimni olib, Mana sizni zakazlaringiz. rahmat sizga 1 soat deganda nonlarimni olib keliberdingiz. Kartangizga pulni tashlab qo'ydim. Xayr. Barchaga всем привет, sizlar bilan Prinsessa. Bugungi videoda do'konchi hayoti bo'ladi. Endi esa ichkariga kirib, do'konimizga odam kelishini kutib o'tiramiz. Ya'ni boshida nonlarni o'zini joyiga joylab olamiz, bu yerga va mana bu tortda bu yerga qo'yib olamiz. Xo'sh, mana qo'yib oldim. Xo'sh, endi buni javonchaga qo'yib qo'yamiz, chunki nonlar buzilib qolishi mumkin. Qaytgancha do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Salom prinsessa. Men seni YouTube'da ko'raman. Menga ikkita non berib yubor. Mana bizning obunachilarimiz ham bor ekan, do'konga keladigan. Mana sizdan 2 ta non aylansin. Sizga mana 3 ta non berib yuboraman. Rahmat. $10 berganingiz uchun. Mayli, mana sizning 2 ta noningiz, oling. Yeb. Mayli, kichkina shekilli olmay ketdim. Bugun $100 topsam, ijaramni to'lashga yetadi va mazza. Buncha tez-tez gapiravermasdan menga 2 ta non berib yubor, zaybal qilding. Xo'p, muomala bilan gapirsangiz ham beraman shu noningizni. Buncha asab buzasiz. Boring, keting, mayli, bo'ldi. Всё, pulingiz ham kerakmaydi, mayli. Mayli, ovuring. Bo'ldi, chiqing, keting. Mana do'konimdan umuman ko'rmay boshqa. Shunaqa odamlar ham bor hozirgi zamonda. Kimsiz? Nimaga meni do'konimga qurol bilan kelib, tez chiqib keting. Bo'lmasa polisiyaga berib yuboraman hozir. Qani, tez hamma pullaringni chiqar. Bo'lmasa otib tashlayman. Bo'ldi. Mayli, sizga shu pullar teshib chiqsin. Umuman rozi emasman. Oling hammasini teshib chiqsin. Hozirgi zamonda Xudodan qo'rqmaydigan yomon insonlar ham ko'payib ketgan. Mendan qaytmasa ham Allohdan qaytsin. Men umuman rozi emasman pulimga.